Paket qog'ozdan, tutqichi bo'lsa arqondan yasalgan. Nimaga paketlar bunaqa tayyorlanadi bilasizmi? Dastlab qog'oz paketlarda faqat qog'oz tutqichlar ishlatilgan, lekin ular tez yirtilib ketadi. Muammo shundan boshlandi. Odamlar paketlarga og'irroq narsalar solishni xohlashdi, lekin qog'oz tutqichlar buni ko'tara olmadi. Shunda muhandislar bunga oddiy yechim topishdi. Qog'oz tutqichlar o'rniga o'ralgan arqon tutqichlar ishlatish. Chunki o'ralgan tolalar qog'ozga o'xshab og'irlikni bitta nuqtaga emas, butun uzunlik bo'ylab teng taqsimlab beradi. Keyin esa yana bitta yechim qo'shildi. Paket ichiga mustahkamlovchi yashirin qatlam o'rnatildi. Bu esa og'irlikni yanada teng taqsimlab beradi. Shunday qilib, hozirgi kunda siz ko'rib turadigan arqon tutqichli qog'oz paketlar paydo bo'ldi. Avvallari bu faqat brendning sifat darajasini bildirish uchun premium qadoqlarda ishlatilgan. Hozirgi kunda esa Virtus Tricot har qanday mijoz talabiga mos va har qanday sohada ishlatilishi mumkin bo'lgan arqon tutqichlarni ishlab chiqaradi.